7 yanvar Kyonggi-do-Puchonda boshlangan chorva mol o'tkir infeksiya kasalligi kengayib bormoqda. Bu kasallik mamlakat ichida 2000-yil va 2002-yilda paydo bo'lgan edi. Shundan so'ng mana 8 yil o'tdi. O'sha vaqtda chorvachilik fermasi 450 milliard won miqdorida juda ulkan zarar ko'rgan bo'lib, atrof muhit ko'rinishi ham achinarli holatda edi. Kasallikning tarqalish jarayoni katta tezlikda bo'lib, mahalliy chorvachilik fermalarida ishlayotgan chet ellik ishchilarga va yaqindagi odamlarga yuqmasmikin yoki bu kasallik sababli ish joyini yo'qotmasmikin deya xavotir qilingan edi. Bu yuqumli kasallikning paydo bo'lish sababi hamda bu kasallik tarqalgan vaqtda o'sha hududda yashayotgan chet ellik ishchilar bu ofatga qay yo'sinda qarshi kurashishlari mumkinligi haqida o'rganib chiqdik. Infeksiya kasalligi tuyoqli hayvonlar, ya'ni mol, cho'chqa, qo'y, echki, bug'alarda uchraydigan virusdir. O'tkir hayvon infeksiya kasalligi Jahon hayvonlar sog'lig'ini himoya qilish idoralarida eng xavfli kasallik hisoblanadi, lekin odamga bu infeksiya yuqmaydi. Yuqumli kasallik jarayonini kuzatadigan bo'lsak, zararlangan hayvonlarda suvlik pufakchalar paydo bo'lib, yorilgan suyuqlik yoki so'lak orqali nafas olish havosi va aloqa qilgan vaqtda yoki zararlangan hayvonning go'shtini iste'mol qilish sababli infeksiya yuqadi. Bevosita zarar tarqalgan hududdagi odamlarda, aloqa vositalarida, kiyim-kechak kabi xom ashyolarning barchasiga infeksiya yuqishi ta'kidlanmoqda. Mazkur infeksiya kasalligining asosiy o'ziga xosligi yashirin vaqti 2 kundan 14 kungacha bo'lib, juda qisqa vaqtda kuchayib ketadi. Maxsus davolanish metodi ham yo'qligi sababli o'xshash simptomlar paydo bo'lsa, zudlik bilan tegishli idoralarga xabar berishingiz ma'quldir.